Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahboz Tursunov. Bugun sizlar bilan dorixonalar nega yopilyapti, nimaga dorixonalar soni qisqarib boryapti, shu masalada gaplashmoqchi edik. Statistika bo'yicha o'tgan yilga nisbatan bu yil litsenziyalar soni, dorixona litsenziyalari soni qariyb 2000 taga kamaygan. Bu nima degani? 2000 taga kamayish bu o'tgan yilgidan nisbatan O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2000 ta kamroq dorixona mavjud degani. Endi nimaga qisqaryapti degan savol tug'iladi. O'z-o'zidan tabiiyki, salom YouTube'da ko'rib turganlar, men Shahboz Tursunov o'zimning GPP kursimni tashkilladim. Bu kurs asosan farmatsevt xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, GPP tekshiruvdan o'tayotgan dorixona xodimlariga juda ham muhim hisoblanadi. Chunki kurs davomida farminspeksiyada beriladigan savollar va ularga javoblar ko'rib chiqiladi. Agar kurs sizga ham qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali o'ting yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bir tomondan dorixonalar kamayyapti, lekin ikkinchi tomondan qaysidir odamlar yangitdan, noldan hali dorixona sohasini tushunmaydigan, u sohaga kirmagan odamlar dorixona sohasida yangi ish faoliyatini boshlashyapti. Ya'ni yangi apteka ochishyapti. Bir tomondan kamayyapti, bir tomondan yangilar ham qo'shilib boryapti. Asosiy kamayishning asosiy sababi bu bitta, bu ko'plab dorixonalar yangi chiqib kelayotgan standartlar, yangi chiqib kelayotgan qonun qoidalarga moslasha olmayapti. O'z-o'zidan moslasha olmagandan keyin ular nima kutadi? Yopilish kutadi. Agar biologiya, tarixga qaraydigan bo'lsak, misol zoologiyaga hayvonlar ham bundan million yillar, necha yuz mingdir yillar oldin dinozavrlar davri bo'lgan, undan oldin qanaqangidir yana hayvonlar davri bo'lgan. Ular bu yer yuzidan qirilib ketgan. Nimaga? Tashqi muhit omillar, ta'sirlar o'zgargan, osmondan meteorit tushgan, meteorit tushgandan keyin havoda chang zarralari ko'payib ketgan, chang zarralari quyosh nurini to'sib qo'ygan, u o'z-o'zidan o'simliklar kamaytirgan, o'simliklar kamaygandan keyin o'sha dinozavrlar ham, o'sha o'txo'r hayvonlar ham yo'qolib ketgan. Chunki tashqi muhit ta'siriga moslasha olmagan. Tashqi muhit ta'siriga moslashgan hayvonlar qolgan, o'z-o'zidan hozirgacha misol uchun krokodillar o'sha paytda ham bo'lgan, hozir ham bor. Toshbaqalar misol uchun. Aptekalar ham xuddi shunaqa, zoologiyadaqa, biologiyadaqa bir xil hozirgi zamon talablariga moslasha olgan dorixonalar yashab qoladi va keyinchalik ish faoliyatini yuritib, yana foydaga kirib chiqib ketadi. Hozirgi zamon talablari, standartlariga moslasha olmagan aptekalar o'z-o'zidan yopilib ketadi. Ikkinchi sababini men sizlarga aytaman, bu O'zbekiston bozorida, farmatsevtikada, tashqarida bozorda hajm, savdo hajmining qisqarishi, savdoga bo'lgan ehtiyojni, dori vositalariga bo'lgan ehtiyojni kamayishi deb bilaman. Ehtiyoj misol uchun bilinmayotgandir sizlarga kamayayotgani, kimgadir bu kasallar soni ko'payyapti yoki deb o'ylashinglar mumkin, lekin o'zi aslini olganda haqiqatda kasal ko'p, lekin dorixonada ob'yom kamayyapti. Sababi внутрибольничный zakup degan narsa bor. Ichki dorixonalar o'zlariga byudjet tashkilotlari byudjetdan summa ajratadi. U byudjetdagi summaga o'zlari mustaqil ravishda primoy zavoddan yoki distribyutordan o'zlarini o'sha ichki dorixonalariga dori vositalarini zakaz qilib olib kelishyapti. O'z-o'zidan misol uchun bo'limlar, tibbiyot tashkilotlari, davlat tasarrufidagi tibbiyot tashkilotlaridagi bo'limlarda, ichki dorixonalarda dori zaxiralari to'la. U ichki bo'limda dori zaxirasi to'la bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Biror bir bemor kelsa, o'sha tashkilotga, tibbiyot tashkilotiga yotsa, hozirashotni xizmat ko'rsatish bo'lsa, agar pulga yotadi, bo'lmasam davlat byudjetidan ajratiladigan soha bo'lsa, o'sha misol uchun pensionermi yo nogironmi yoki bir qanaqangi veteranmi, ularga bepul xizmat ko'rsatiladi, dori vositalari ham bepul taqdim etiladi. O'z-o'zidan kasal aptekaga kelmaydi, chunki отделениyadan retsept chiqmaydi. Отделенияda yozilgan retsept ichki dorixonadagi dori vositasi bilan qoplanadi va kasal o'z-o'zidan tuzaladi, lekin sizlarga retsept chiqmaydi. Shuning uchun bozorda nisbatan ob'yom kamaygan, chem qolgan oldingi yillarga nisbatan. Nimaga desalaring, byudjet tomonidan dori vositalari bilan ta'minlash darajasi oshirilgan. Endi
Sizlarga maslahatim, dorixona ochayotganlar yoki dorixona yuritayotganlar, ko'pgina dorixona ochib olganlar, sizlarga maslahatim o'zlaringni bizneslaringni yaqin 5 yillik rejasini tuzib chiqishingizni so'rardim. Nima hisobiga sizlar kun ko'rasizlar, nima hisobiga savdo qilasizlar? Agar sizlarga mijozlar oqimi yetishmaydigan bo'lsa, yaqin 5 yilda sizga ko'zingiz yetmayotgan bo'lsa, hozirdan katta zararga kirmagan holatda dorixonangizni yopishingizni maslahat berardim. Nimaga? Yaqin 5 yil kelajakda men o'zim oldingi videolarimda aytib o'tgandim. Yaqin 5 yil kelajakda yana yangi o'zgarishlar bo'ladi sog'liqni saqlash tizimida. Birinchi o'rinda elektron retsept tizimi, ikkinchi o'rinda sug'urta tizimi. Agar O'zbekiston bo'ylab sug'urta tizimi to'liq ishlaydigan bo'lsa, men sizlarga aytaman, 100% aptekada yana ob'yem tushadi. Sababi, birinchi katta sababi bu o'sha sug'urta tizimi ishlagandan keyin klinika, частный klinikalar ham sug'urta kompaniyalari bilan to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatishni, ish olib borishni boshlaydi shartnoma tuzib. Bu degani davlat tashkilotlari, byudjet tashkilotlariga ham sug'urta yetkazib bersa, klinika, частный klinikalar ham sug'urta orqali o'zlariga dorilar sotib olib, sug'urtadan pul yechib oladi. U pulga dorini Primoy Optimdan sotib oladida, bemorlarni davolashni boshlaydi. O'z-o'zidan sizlarga hozir частный klinikadan kelayotgan savdo ham qisqarishni boshlaydi. Bu degani hozirgi qiyinchilik bu holva. 2-3 yildan keyin yana undan qiyinroq qiyinchilikka duch kelasizlar. Buni aniq hisobga olinglar va shunga tayyor turinglar. O'zlaringiz shu biznes rejalarini tuzinglar shunaqa holatda. Ikkinchi holat, elektron retsept tizimi ishga tushgandan keyin sizlar tavsiya qilayotgan dorilarning miqdori keskin kamayib ketadi. Chunki elektron retsept ishga tushgandan keyin sizlar bilasizlar, u onlayn bo'ladi. U retsept bo'lmasa, o'sha doriga, shu sostavli doriga sizda retsept bo'lmasa, siz u dorini chiqim qila olmaysiz avtomatik. Chunki sizda hozir o'sha markirovka. Dorini chiqim qilmasangiz, bo'yningizda o'sha markirovka qolib ketadi. O'sha dori siz bo'yningizda millionlab, milliardlab asstatga yig'ilib boradi. Agar siz urib sotmasangiz. Kimdir o'rtog'ingiz yaxshi tanishingiz kelsa ham endi antibiotikni xohlasangiz ham bera olmaysiz. Chunki u antibiotikni sotish uchun sizda elektron retsept bo'lishi kerak-da. U retsept yo'q bo'lsa, siz markirovkada rasxod ura olmaysiz-da. Agar siz rasxod urmasdan o'zingiz tanishingizga shunday qo'liga bersangiz antibiotikni, sizni bo'yningizda o'sha 10 ta yo 20 ta ampula antibiotik qolib ketishi mumkin. Shuning uchun elektron retsept tizimi, sug'urta tizimi sizlarni savdoyilarga, sizlarni biznesinglarga katta, qattiq zarba berish ehtimolligi yuqori. Buni hisobga olinglar. 5 yillik reja tuzayotganlaringda mana shu ehtimollikni ham hisobga olinglar. Salom YouTube'da ko'rib turganlar, men Shahboz Tursunov o'zimning GPP kursimni tashkilladim. Bu kurs asosan farmatsevt xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, GPP tekshiruvdan o'tayotgan dorixona xodimlariga juda ham muhim hisoblanadi. Chunki kurs davomida farminspeksiyada beriladigan savollar va ularga javoblar ko'rib chiqiladi. Agar kurs sizga ham qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali o'ting yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Endi bu sohada bu ham 100% prognoz emas, bu meni taxminlarim, o'zimni xulosalarimdan kelib chiqib aytyapman. Mendanda yuqori bilimi kuchli bo'lgan agar farmatsevtlar, biznesmen egalar, biznes egalari yoki distribyutor korxonalarida ishlaydigan odamlar ko'rayotgan bo'lsa, o'zingizlarning taxmininglarni ham yozib qoldiringlar. Agar men adashayotgan bo'lsam, yo'q siz adashyapsiz uka yoki bunaqa bo'lmaydi, bu tizim faqatgina shunaqa deb o'zlaringiz taxminlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bundan tashqari yana sizlarga aytardim, men chet el davlatlariga andoza olib ishlashni o'rgansalaring doim yutaverasizlar. Nimaga? Chet el, Rossiya, mana misol uchun Yevropa mamlakatlari, Amerika davlat mamlakatlari bizdan kamida 5 yo 10 yil oldinda yuradi shu sohada. Tibbiyot sohasida va farmatsevtika sohasida ancha oldinda yuradi. Nimaga? Sababi kuzatadigan bo'lsak, oddiy mana Rossiyani oladigan bo'lsak yoki Yevropani oladigan bo'lsak, kim chiqqan bo'lsa yoki o'zimiz ko'pchilik chiqqan umraga borgan Arabiston. Kim aytadi, qaysi davlatda bizga o'xshab aptekalari ko'p? Hech qaysi bir davlatda ko'p emas. Nimaga apteka ko'p emas degan savolni o'zingizlarga beringlar. Nimaga shu davlatda apteka ko'p emas? U savolni o'zlaringizga bersalaring bitta javob chiqadi. Demak, aptekadan u darajada foyda, pribil yo'qki,
u o'sha davlatda apteka ko'p emas. O'z-o'zidan men aytyapman sizlarga 5 yil, 10 yil oldinda yurgan mamlakatda pribel aptekada kam bo'lsa, demak bizda ham 5-10 yildan keyin pribel aptekalarimizda xuddi shunday kam bo'ladi. Tasavvur, bu juda ham bir nima yaxshi narsa. Chet el oldinda yuryaptimi? Demak ularda hozir kuzatilayotgan narsa bizda 5 yildan keyin ehtimollik yuqori kuzatilishini. Ko'pchilik aytishi mumkin, o ruslar mentaliteti boshqa, biznikilar boshqa, ular kam kasal bo'ladi, biz ko'p kasal. Ular ishoninglar, ular ham bizga o'xshab bir xil kasal bo'ladi, bir xil dori iste'mol qilishadi, lekin ular o'sha davlat go'z byudjet orqali yoki sug'urta tizimi orqali moliyalashtirilgan joydan rasxod qiladi-da. Bizga o'xshab cho'ntagida 5 million pul bilan klinikaga borib yotib, o'sha pulni ishlatib, o'sha pulni dori lecheniya olib qilmaydi ular. Ular boradi, sug'urta kompaniyasi sug'urtasi bo'ladi ularni. Kasal bo'lsa boradi, yotadi. Sug'urta kompaniyasini bilasizlar, o'z-o'zidan ular nazoratni kuchaytiradi. Farmatsevtik nazorat hozirgi o'sha sizlar ko'rayotgan soliq sohasimi yoki GXP sohasimi holva bo'lib qoladi sizlarga. Ishoninglar, sizlar xohlagan dorilarni sotolmay ham qolishinglar mumkin, chunki sug'urta kompaniyasi yonidan pul to'layaptimi, vrach xohlagan dorisini ham yozolmay qoladi kerak bo'lsa, chunki agar vrach noo'rin yozib qo'yadigan bo'lsa shu dorini, yo dorixonachi berib yuborgan bo'lsa, dorixonachi o'zini hisobidan to'laydi. Agar vrachdan shu retsept kelgan bo'lsa, sug'urta kompaniyasi shuni to'xtatib qolib, vrachga agar pretenziya bersa, vrach o'zini yonidan to'laydi. Shuning uchun yaqin 5 yil ichida ob'yom yana ham tushadi. Sizlar bunga tayyor turinglar. Agar qoplamayotgan bo'lsa, men qaysi bir aptekaga borsam ham birinchi o'rinda men aytaman, savdo qanaqa bo'lyapti? So'rayman. Birinchi so'raydigan narsam, aka, opa, savdoyingiz o'rtacha bir kunda qancha? O'zlaringiz uchun sizlar juda ham yaxshi bilasizlar, 0 rasxodni 0 balansda bir oyda chiqish uchun kuniga qancha savdo bo'lishini juda ham yaxshi bilasizlar. Misol uchun kimlardir kuniga 4 million savdo qilsa, oylik 0 da chiqadi. Chunki 4 millionda 15% qo'yadigan bo'lsa 600 ming qoladi. 600 ming 30 kun ishlasangiz 18 million pul bo'ladi. Arenda, balo-battar, kommunalka, oyliklar o'shanda 0 da chiqadi. 4 milliondan oshsa foydaga kiradi. Qaysidir aptekalar misol uchun 10 milliondan kam qilsa ularga qoplamaydi. Misol joylari bor shunaqangi va yuqori summa arendasi qimmat turadi. Ular 10 milliondan kuniga kam qilsa ular uchun qoplamaydi. Sizlar shuni hisobini olinglar. 1 million, 2 million, 3 million savdo qilayotgan aptekalar, iltimos, juda ham chekka qishloqlarda sizlar bizda arend joy o'zimizniki, xodim o'zimizniki, shu tirikchilikka chiqib turibdi dersalar, bundan keyingi holatlarni ham o'rganinglar, undan keyingi sharoitlarga ham tayyor turinglar. Bitta narsa unutmanglar, nimaga chet elda dorixona tashkilotlari kam? Shu savolni doim beringlar o'zingizlarga, javobini oqtaringlar. Chet elda yurgan tanishinglarga aytinglar, dorixonaga kirib so'rasin, nimaga sizlarda kam? Yoki YouTube ga yozinglar, internetlarga yozinglar, nimaga dorixona Yevropada, Germaniyada kam, nimaga Rossiyada kam? O'sha savollar o'zi kommentariyalarda javoblar kelib chiqadi. Bunaqa apteka ochishlar. Ularda ham foyda qolmayapti-da, chunki o'shaning uchun ular aptekani ochmagan, bori ham yopilib kamayib ketyapti. Mana sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Salom YouTube'da ko'rib turganlar, men Shahboz Tursunov o'zimning GPP kursimni tashkilladim. Bu kurs asosan farmatsevt xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, GPP tekshiruvdan o'tayotgan dorixona xodimlariga juda ham muhim hisoblanadi. Chunki kurs davomida farminspeksiyada beriladigan savollar va ularga javoblar ko'rib chiqiladi. Agar kurs sizga ham qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali o'ting yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.